97. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun Andijon mashina bozorida puli arzon mashinalardan, ya'ni Tikolardan videorolikimizni boshladik. Bu yerga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib, esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 97-yilda ishlab chiqarilgan Tikolarni oqidan. Xo'p, balon holatlaridan boshlaydigan bo'lsak, yaxshi holatda turibdi. Salonlarni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Shipkalar dermantin bilan chiroyli qilib shipka qilib qo'yilgan ekan. Oldilari ochiladimi buni? Ochiq oldilar. Oldachon. Xo'p, salon holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Endi kraska probeylar bir qopdir, a? Yo'q, kraska shu kapotda xolos. Kapotda xolos. Probeylarchi probeylar? 292. 292 mi yurgan, kapotida kraskasi bor. Xolos, ichlariga o'tmagan xudo xolasa. Ustalar bo'lsa ham ro'qator ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Motor korobka hadovalarga ish yo'q-a? Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'g'i zo'r deyilyapti do'stlar. Bunga endi narxini qanaqa aytamiz endi bu? Narxini aka 2,5 mingdan tushiramiz. Variant barter arziyani bor. Hammasi. Variant barter xullas har tomonlama kelisha olamiz. 2,5 kami bor. Kami bor. Nasiyaga qancha? 500 dollar pul bo'lsa bo'ladimi? Yo'q, nasiyaga 700-800 olish kerak. Bu tozarog'imizda bu. Ha, tozarog'. Kraskasi bolarini 400-500 deyapmiz. Buni kraskasi tozalarog'iga 700-800 olsa boshiga variantga oyma-oyga beraveramiz. Olib sarflaydigan umuman rasxotlari yo'q. Gench qoladi. Olgan hujjat oladi. Yaxshi. Telefon raqamlar? 94lik. Aha. 602 Aha. 5702. 5702 ga telefon qila olamiz do'stlar mana. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Maloshniy Svetdagi Tikolardan ko'ringlarchi do'stlar. 2001 ekan. Oldi holatlari eng asosiy Tikolar hal qiladigan joy akalar, lanjronlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Motor korobka hadovi yaxshimi aka? Rasoti yo'q-a? Balonlari ham yaxshi ekan. Yangi balonlar. Balonni yangi bosdinglarmi? Salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Gaz fazi yo benzini? Benzinda. Orqa obshivka. Orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Orqalarini ocholmadi, lekin mashinaning vidi yaxshi. Chiroyli mashina ekan. Asosiysi buni puli akalar. Rasot yo'q deyapsizlar. Gench qoradi. Puli qancha? Buni ham 2000 deyapmiz. 2000 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Ilojisi Naqmi? Ha. Faqat naq puli sotilar ekan do'stlar. Kimga olsa aloqaga chiqamiz. Kraskalar qani polni emasmi bu? Polni. Kraska polni qilingan bir qator. Qattiq udorlari bir kesib almashgan joylari yo'q-a? Yaxshi, 2000 dan o'tib berilar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlar? 90lik bu. 90 622 622 0711. 0711 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini o'zingizlar ko'rdinglar. Pul arzon Tiko so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, akalar 97 mi bu? 97-yil. 97 akalar. Mashinaga bitta baho berib. Bunga lavoy qo'ydinglarmi? Ha, lavoy qo'yildi. Mana akalar mashina holatiga qarab o'zingizlar. Endi akalar hamma narsa puliga yarashadi. Mana qimmatlarni ham ko'rdinglar akalar. Endi arzonlarni ham ko'ryapsizlar. Balon holatlari ham, balonlar almashtiradigan orqasi tuzuk ekan, lekin oldilari o'shaga kelib qopti. Xo'p, endi kraska probeylar bir qopdir. Motor asoti yo'qmi? Motor asoti yo'q. Hadovoy korobkalarchi? Hadovoy korobkalari yaxshi deyilyapti akalar. Mashina holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Kraska probeylar bir qop. Asosiysi motor asoti bo'lmasa bo'ldi aka. Motorni qilingan, 100% qilingan. Buni aka endi bir realni eng arzoni qilib ayting aka bozorda. 800 dollarga berib yuboraman ana. 800 yanacha kelishtiring aka. Kelishtirib beraman. 800 dan yana kelishadigan joylari ham bor. 700 ga bo'laveradimi? Yo, jicho qo'shiladi. 700 bo'lmaydimi? Ha, yo'q, 700 gacha nima qoladi. Xo'p, akalar bizniki xom savdosizlar, naqd pullar bilan akamiz bilan kelishsanglar bo'ladi. Telefon raqamlaringiz necha edi? 77lik Aha. 319 Aha. 83 87. 83 Telegram, 87 raqamlariga WhatsApplar bor. telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. 2000-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi servisdan do'stlar. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Salonlarni aytadigan bo'lsak, o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Qaysi tomonda? Bo'ldi, olamiz. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. 2000-yil gaz fazi yo'qmi buni? Ruxsati bor. Ha, ruxsati bor. Bu yozi yo'q ekan, lekin qo'yib olsanglar bo'laverar ekan akalar. Benzinda yuribgan hozircha. Kraskalar endi bor. Kraska bir qator diyoriylik. Bir qator bor. Motorchi, motor asoti yo'qmi? Motor, korobka, hadovoyi zo'r. YouTube propanga ruxsati bor. Yaxshi, oldini ko'rsatmadiga buni. Bitta ko'ringlar mana akalar.
Motor rasxod yo'q dedingiz. Haydovga korobkalar Zo'r hamma yo'q. hamma yo'g'i zo'r. Yili Qattiq 2000 udalari bir kesib almashgan joylari Yo'q, yo'qmi? yo'q, yo'q. Bunaqa joylari yo'q. Strashni udari yo'q mashinani. Aha. Yili 2000-yil. Puli qancha? Pulini $1000 olsa berib yuboraman. $1000. $1000. Kami ham bordir Yo'q, endi. $1000 berib yuboraman. $1000 akalar berilishi ekan. Kimga olsa telefon qilaveramiz. Gench chiqaradi, dokumentdan muammosi yo'q. Aytgan dokumentini qilib beraman. Yaxshi. Bu ham oqamsizdanmi? Bu ham 99-yil. Oqidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, akalar 99 ekan. Bitta ko'rib baho berasizlar. Oqidan 99. Holatlari yaxshi, bitta ko'rib baho berasizlar. Motor rasxod yo'qmi buni? Hadovoy korobkalar-chi? O'ylari zo'r. Hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, endi akalar bu 99-yil mashinaga necha yil? 25 yil bo'lyapti aka. 25 yilmi? Yo. Даже 27 yil bo'lyapti akalar. Mashina lekin o'zining holatida yana ham biz ehtiyot qilib asrab minamiz mashinani. Qadrlaymiz akalar. Ancha ham narx tushmaydi bizda. Xo'p. Kraska probellar bor endi aka. Motorni yoraylik, kraskani. Asosiysi endi motoriga qarab, misol mashinani chaklariga, bu yoqlarga qarab yollamagan kelsa bo'laveradi. Kelsa bo'laveradi. Narxini arzonroq aytaylik aka. Buni ham $1000 ga qo'ydim mana. Arzonroq deganingizga. $1000 ga xolasi oqi, xolasi seriyasi. Aha. Tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi. Gap yo'q. Telefon raqamlari necha edi? 77lik Aha. 319 Aha. 83 87. 83-87 raqamlariga telefon qila olamiz. Nasiya savdolar bormi yo'qmi? Yo'q, mana moni. Nasiya savdolar yo'q. Serisiga qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, 99-yilda ishlab chiqarilgan akamiz 5-600 pul bolalarga nasiya qilib chiqarib beraveramiz deyilyapti. Bitta ko'ringlar. Akajon charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qachon akalar? Bu Andijon mashina bozoridamiz. Hafta kuniga, xudo xolasa, yakshanba. Motor garobga hadovoylar qanaqa aka? Motor kalaklar asfaltlarga boshlanadi xolos. Olib sarflaydigan joylari yo'qmi? Faqat minus kelyapti. So'ra qilishim. Olib rasxod qiladigan joylari yo'q deyilyapti akalar. Bu yoqsi bitta horib ketdi-yu, rang-barang bo'lib ichlari. Bo'lsin, bolalarga bo'lsin, mashina. Yaxshi. Motor korobka hadovoylarimizda olib sarflaydigan joylari yo'q. Kraska probeylari Endi kirashga probega bir qop temir bir doim qop. Aha. Pulini yengilroq aytamizmi? 2000 narxini o'tib beramiz, kelishamiz o'xshaydi. Bugun bozor ko'tarilib qolibdimi aka? Unaqa emasmi? Yo'qqa yedisizmi? Ha, shunga deyman. Hamma joyda tushsa, Tiko bozori ko'tarilib qoldi. Bugun Yo'q, yaxshi xudo xolasa. Yurish ishlari ham yaxshi bo'lganligi uchun xudo xolasa, Aha. pulda ham yurish ishlari yaxshi bo'ladi-yu. yaxshi, Xo'p, do'stlar. 5-600 puli bo'lsa 5-6 oy kelishamiz. Aha. Telefon qilishsanglar. Yaxshi, raqamlaringiz? 99lar Aha. 362 Aha. 63 32. 332 ga telefon qila olamiz. Necha pul beryapti bunga? Bir pul bergan bo'lmadimi? Pulni sanashmadimi? Yo'q, sanashgan. Hali sanashmadi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tikolarni bitta ko'ringlar-chi do'stlar. Mashkiroda kraska bormi? Ha. Kraskasi o'zi bormi? Ko'proqmi? Aslida bor. Nonda bor. Telefon ajratib qo'yapti. Balonlar yaxshi holatda. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, akalar mana elektr oynalar qilib qo'yilgan, salonlari ham chiroyli qilib, mana holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Holatlari yaxshi. Gaz pazi yo'q-a? Yo'q, bersam. 2000 dedingiz-a yilini? 2000. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tikolardan akalar. Motor garobga hadovoylar nima deyapti endi aka? Zo'r, yurish turishlari. Olib bir sarflaydigan, rasxod qiladigan joylari yo'q-a, xudo xolasa. Nomimizda generalni chiqadi, xohlagan hujjat to'ladi. Notarius pulsanaveradi. Aha, xullas akalar, hamma yo'g'i tayyor holatdagi mashina ekan. Notarius pulsanaveradi, keyin chiqaradi. Keyin chiqaradi. Yaxshi. Bunimiz barter Tiko bo'lsa barter qilamiz. Aha. Holatiga qarab turib, variant ajdani yo'q. Faqat naqqa. Narxi barter bor, narxini 2000 dan jicha xaridni qilib beramiz. 2000 dan o'tadigan joylari bor akalar. Tiko sal kam chiqimroqni istab yurganlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Raqamlar 94lik 602 Aha. 5702. 5702 ga telefon qila olamiz akalar. Tikolar oxirgi avlodlaridan 2003-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Neobishniy svetlaridan bu radnoy svetmi aka, sepilganmi? Ha, o'zi radnoy lekin sepilgan, ha? Bitta ko'rib berasizlar. Motor garobga hadovoylar yaxshimi aka? Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Kraska probeylari, kraskasi 100 dedingiz-a? Probeylari qanaqa ekan endi buni? Akalar Tikolarning probeylari endi bir qop deyishimiz sababi buni probegini hech kim bilmaydi, almashtirib qo'ysa ham, qaytarib qo'ysa ham, boshqa qilsa ham, bari buni probegi bilinmaydi akalar. Chunki kompyuter yo'q bu mashinada.
Xo'p, asosiysi motor rasxoti yo'q deyilyapti. Holatiga qarab kelisha olasizlar mashinani. Noldan qilindi. Ustalar bo'lsa bitta ko'rib olasizlar. Nech bo'lyapti? 2000 dan ozgina o'tib beraman. 2000 kami bor. Nasha savdo bormi yo naqmi? Yo'q, naq. Faqat naq puli sotiladi, 2000 dan o'tib berilar ekan. Telefon raqamlaringiz? 90lik Aha, 622 aha. 0711. 0711 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina tayyorlovga bitta baho berib qo'yasizlar. Savdo qilamanmi aka sir bo'lmasa? Beryapti. Nech pul bermaysiz? Naqi. Naqi 14,5 15 beryapti. 14,5 15 ga naqqa bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. Yaxshi do'stlar, telefon qila olamiz mana. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tikodi akalar Redline'idan bitta ko'ringlarchi. Holatlarini ko'rsatib o'tamiz, yoqib qolsa aloqaga chiqib olasizlar. Oldi beki ekan buni yo ichcha boshqacha ochiladi. Faralar qoraytirilgan, qalpoqlar qoraytirib qo'yilgan. Zadiskami? Zonan qalpoq ko'rinar ekan. Motor korobka hadovoylar yaxshimi aka? Hamma yo'q yaxshi. Chiroyli diskalar qo'yilgan akalar. Nechilik bu diska 13mi? Balonlar ham yaxshi ekan akalar. Salon holatlarini bitta ko'rib qo'yinglar akalar. Tikoga hafsala qilib, chotki qilib minilgan ekanda mana. Cadillac rullar qo'yib qo'yilgan ekan, Android monitorlari bor ekan akalar, video registrator, patologlar qoraytirilgan. Mana qangi svet qilingan ekan. Plus mashina ichidagi akalar mana. Qiziqadigan onam shunaqa-da mana chexollarni ham narmanlashdan taqib qo'yilgan ekan. Kalonkalarni ham bitta ko'rib beraylikmi? Sidina nimaniki aka bu? Koreyskiy Spark Sidina. Bular hamma yo'q qoladi mana shunday. Keyin kalonkalari ham bor ekan. Gap yo'q. Hamma yo'q ishlaydi. Kraskalar qanaqa endi buni aka? Endi toshni tekshirtirmaganman men. Kraska probeylari bir qop ekanda. Motorchi asosiysi. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Rasxotlari yo'q. 3 kilo shumka aka mashina. 3 kilo shumka. Gap yo'q. Kirib ketganda o'sha Ha? Aka buni bir pulini yengilroq qilib aytasizmi? Bir kelishtirib yo'lda qilib. Qancha? Bo'ladigan qilayotganmi to'g'ri. Arzon qilib aytsangiz bo'ldi aka. 2100 ga beraman. 2100 ga berilishi. Ya'ni endi bozor o'tadigan joylari bo'lar-ku. Bo'lsa yaxshi. Telefon raqamingiz? 50 101 71 78. 71 78 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul beryapti sir bo'lmasa? 19 ga bermadingiz bozorda. Gap yo'q akalar, 19 ga berilmabdi bozorda, qo'shganlar bilan kelishlar ekan. Bunga olsa telefon qila olamiz. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mashina butun deyilyapti akalar. Ko'ringlarchi. Motor hadovoy korobka rasxotlari yo'q. Kraska polni sepilgan deyapsiz-a? Asfalt qilib sepilgan stoykalari lekin bo'lmagan deyilyapti akalar. Olib sarflaydigan joylari yo'q ekan. Yili nechi dedingiz? 2000. 2000 ha, gaz pazi yo'qmi buni? Orqalarini ham bitta ko'rsatsak bo'laverami? Mana akalar, Tikolarni ham mana necha yilga mashinalar pokiza qilib olib chiqibdi akalarimiz. Maksimal darajada mehr berilgan buni chiqarish uchun. Chiroyli qilib motorni ham bitta ko'rsatib beraylik, oldi lanjiron holatlarini. Undan keyin bizga qizig'i narxi qoladi. Oldi beki ekan. Aka buni qanaqa aytilyapti puli? 2400 narx aytyapti. 2400. Kami bor. Narsa savdolarga nima deymiz? 1000 so'm bo'lsa beraveramiz 15 ga. 1000 dollar puli pashti naqa ekan-da. 15 kun endi yengil narsa ekan. Akalar pashti naqd puliga sotilar ekan. Telefon raqamlaringiz-chi? 99lik 919 1774 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Nech pul berishyapti bunga endi? 17,5 berishdi bugun. 17,5 ga bugungi bozorda berilmoqda akalar, telefon qila olasizlar. 2002-yilda ishlab chiqargan bunimiz. Aha. Motor korobka rasxotlari yo'q. 2000-yil. Bular pullari arzonroqmi aka? Chota bugun arzon mashina deb boshida video boshlab qo'ydik-ku. 2002-yil esa. 2002 oxirgilaridan ekanda. Tikolarning oxirgi avlodlaridan 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Motor korobka rasxotlari yo'q. Rasxotlari yo'q. Xo'p. Salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tasizlar mana. Mashina holatlariga baho berib qo'yasizlar. Orqa shifka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Sostoyaniyasi yaxshi ekan lekin akalar, chaklari ham tekis ekan mashinani. Gaz pas qo'yilmaganmi? Benzinda yurgan mashina. Orqadan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, nech pul aytamiz buni? 2200 azgina tushib beramiz. 2200 kami bor. 800 pul bolalar o'zi telefon qilib oladi. Aha. Buni variant chiqarib beradi 4-5 oy.
Yaxshi narsa so'ragan obunachilarimiz bo'lsa 600 atrofida puli bo'lsa kelishiladi. Yaxshi. 2000 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, motor holatidan boshlaylik akalar. 2000-yil mashinani. Shunaqa svetda tikolar ko'payib qolibdimi aka? Trend bo'lmayaptimi ishqilib tikoga? Sotaman deyapti shekilli. Ha. Sotish niyati bo'lib qolib shekilli. Nechta 2000 dedingiz-a buni? Spark rullar qo'yib qo'yilgan 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tiko akalar. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Gaz pasi yo'q-a? Benzinda yurgan mashina, chaklariga e'tibor berib bersizlar, ustalar bo'lsa bitta ko'rsatib eshitib olsalar ham bo'ladi. Kraska birabeylar doimgida-ya. Kraska birabeylar akalar bir qop. Sababi buni hech narsaga kraskasi qayer bo'lgan, nima bo'lgan, endi mashina ancha nima bo'ldi, birabeylar almashib ketganmi, boshqa bo'lgan birov bilmaydi. Xo'p, o'sha buni 2000 o'tib beramiz. $2000 kami bor. Kami bor, xudo xolisa. Variant, nasiya nima deymiz? Misol uchun bitta puli kelishsa, aka ajdaniya qilib beramiz. Bir oy ichida aka to'layveraman qolgan desa. Yengillashsa ekanda. Yaxshi, telefon raqamlari necha edi? 99 362 Aha. 63 32. 63 32 ga telefon qila olamiz do'stlar. 99 ishlab. Hobbi ham sizlardan. 99 mi? 99 ekan akalar mashina ko'ringlar-chi. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Oldi holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar chaklariga. Motor asfoti bormi yo'qmi? Motor korobka asfotlari yo'q. Ballonlari ham yumshoq ballonlarda turibdi ekan. Akalar shuni bitta salonni ko'rsatib qo'ysak bo'laveradimi? Ichlari obshivkalari mana qilib, nima deydi, oranjiy qilingan ekan, chiroyli qilib mana. Kraska probeylari ha? Kraska probeylari akalar endi bu yo'g'i o'zingizlar tekshirib ko'rsatib olasizlar. Orqa holatlarini ham bitta ko'rib baho berishingiz mumkin. Gaz pasi yo'qmi? Yili nechta dedingiz buni? 99 benzinda. Oqidan akalar yana bitta. Xo'p, olib sarflaydigan joyi yo'q-a? Gen chiqaradi-a? Generalni chiqaradi. Narxi qancha buni? 1700 azgina o'tib beramiz. 1700. 600 pul bor telefon qilamiz, buni ham bera olamiz. Xo'p, 1700 kami bor. Nasiya savdo so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 500-600 puli borlarga yarim yilgacha akalar nasiyasi bor ekan. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Yana nari ham sizdanmi yo boshqami? 2003 ishlab chiqarilgan ikkita sertifikat bor. 2003 mi bu? 2003. 2003 ekan mashina akalar. Propani bormi? Propan reduktor turibdi. Endi ballonlari ham bo'lsa kerak, lekin mashinani tayyorlov vasha go'zal akalar. Mashinani haqiqatda chiroyli tayyorlangan ekan. Salon holatlarini ham bitta baho berib qo'yinglar. Bu probeylari o'zining shekliga. Qancha bu? 533 ming. Kraskachi kraska. Kirilo kapotda petno 533 ming yurgan. Akalar, demak bu mashina Tiko'da realniy fanatlariga gazi bor-a? Propan gazi bor. Realniy fanatlariga nimaga desanglar, akalar, kraskasi kam ekan, i mashinasi sostoyanasi ham chotki turibdi. Endi bilmadim, buni puliga Matiz olgan yaxshi deganlar, Matiz oladi akalar. Yana bilib bo'lmaydi. Realniy qiziqadiganlarga bu. Pulini qo'rqitmaydigan qilib aytganki. Pulini ja qo'rqitib olmayman, oshari negativ chakalarimiz bor. 2700 ga aka Matiz beradi, Matiz beryapti deganlarga. Aha. Sizlarga Tiko beramiz, xudo xolisa. Aha. Telefon qilsa 99 362 63 raqamlarga, xudo xolisa. Ikkita joyda petnosi bor, 2700 azgina tushib beramiz. 2700 kami bor. Nasiya yo'q bunga? Nasiya, mana 5-10 kun yetmay qo'ygan joylarga bera olamiz. Pashti. Bunaqa qilganda. Negativchilarga beramiz. Xo'p, akalar. Xo'p, akalar, bu Tiko'da realniy qiziquvchilariga arzonlari ham turibdi mana. Bundan tashqari ham bormi aka arzonlari? Endi bundan tashqari ham bor, xudo xolisa. Telefon qilsangiz, Telefon qilsa, kerak, summasi manaqadan kerak aka desanglar. Tiko kerak bo'lsa, shuni bitkizib jo'natiladi. Yaxshi. Kelgancha yordam aka, eldan elga naqdiydi. Xo'p, bo'ladi. 98-yilda ishlab chiqarilgan Bardovisidan, qizilidan deymizmi akalar, shunaqasidan ko'ringlar-chi. 98 dedingiz-a buni. Mana akalar, mashina holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Motor korobka. Motorlar qanaqa? Motor korobka hadoylari zo'r. Rasxoti yo'qmi olib sarflaydigan? Yo'q, qarab yo'q. Gen chiqaradi? Generalniy chiqaradi akalar. Mashinaning holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar deganimiz sabab akalar. Chiroyli ekan, boqish ekan desa, nima maqtayapsan deysizlar. Yana boshqa shunaqa holatlar bo'lyapti. Mashinani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Holatlariga qarab kelisha olasizlar akalar. Bardovi qizil 98
Motor rasoti yo'q deyilyapti. Hadovoy korobkalar, Yo'q, muammosi yo'q. rasotlari yo'q, xudo xolasa. Asfaltlari yo'q. Pulichi? 1200 dan o'tib beramiz buni. 1200 kami bor. Ha, o'tib beramiz. Variant, nasiyalarga nima deymiz? Kelishaveramiz. Yarim puli bo'lsa bo'laveradimi? Ha, Demak, kelishaveramiz. 600 atrofida puli bo'lsa, nasiya savdoga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Yaxshi. Nomeringizni bitta qaytarib qo'yasiz? 77lik Aha. 319 83 87. 83 87 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar. 2000 propan gazlari bilan gazlari ruxsatlariga chog'i. 2000 ha bu? 2000 motor korobka hadovoylari zo'r. 4 ta balonni qimmat balonga qo'yilgan. 2000-yilda ishlab chiqarilgan ko'kidan do'stlar. Balonni qaranglar. Salom holatlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Holatlari chiroyli holatda turibdi. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Gazini ham ko'rsatib qo'yinglar, orqasi ochiladimi? Kalitda ochilar ekan. Bu mana manlarni o'zi mana oqarib turibdi. Mana akalar. Propan gaz. 35 talikmi bu? 35 talik. 35 talik gazlari bor. Buni kraska probeylarini endi asosiy kesib ulangan bir strashniy bo'lgan joylari yo'q-a? Yo'q, Butun mashina deyilyapti. Pulichi? 1300 dan o'tib beramiz. 1300 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Naqa. Faqat naqd pulga sotilar ekan akalar. Mashinaning holatini ko'rdinglar, bahosini berib aloqaga chiqib olasizlar. Nech pul dedingiz? 1200 dedingiz-a? 1300 kami bor. Telefon nomeringizni bitta qaytarib berasiz? 77lik Aha. 319 Aha. 83 87. 83-87 ga telefon qila olamiz ekanlar. 97-yilda ishlab chiqarilgan shampanskiy svet deymizmi, bejviy deymizmi akalar, shunaqa svetlaridan ko'ringlarchi. Lanjron holatlari. Oldilariga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Motorlar qanaqa motorlar? Holati zo'r. Rasxoti yo'qmi? Yo'q, rasxot yo'q. Hadovoy korobkalarchi? Hadovoy Nexia'nikini qildirganmiz, ana chashkalariga qo'yib. Ha, ancha-muncha Nexia'ning narsalardan olib qilingan. Motor korobka hadovoylarida rasxotlari yo'q deyilyapti. Kraskalar bordir endi, ha? Tarafini qildirganman. Kraskalar bir qator bor. Benzina bu? Benzin. Benzin, gaz pas qo'yilmagan. Mashina holatlariga o'zingizlar kelib ham bitta ko'rib berasizlar. Shu bejvisdan bu sveti nomi nima o'zi buni? Biz endi Novot deb anaqa qo'yamiz, Novot Oddiy Kashmir qilib. svetda. Aha, yaxshi. Bunga qancha aytilyapti narx? 1200 ozgina xayriga o'tib beramiz. 1200 kami bor. Variantdan beraverasizmi yo naqmi? Variantdan bera olamiz. Kelish. Qancha bo'lsin? 500 puli bo'lsa aloqaga chiqib olsa? 600 bo'lsa. 5-600 puli borlarga akalar nasiya savdo bor ekan. Kimga olsa telefon qila olamiz. Telefon nomeringizni aytib berasiz. O'zimda, nomimda mashina. Ha, keyin qilib beraverasiz. Bemalol behijolat. Yaxshi. 90 217 Aha. 0463. 0467 63. 0463 ekan akalar. Telefon qila olasizlar, mashinani ko'rdinglar. 98-yilda ishlab chiqarilgan akalar ikkita tiko ekan. Xohlasanglar oqa, xohlasanglar qizil bardog'uysi. Ko'ringlarchi ikkalasini ham yili 98 ekan. Holatlarni aytadigan bo'lsak akalar, lanjron holatlariga bitta baho berib qo'yasizlar mana. Ko'rib turganlardek, motor garobka hadovoylar yaxshimi? Rasoti yo'q-a? Rasotlari yo'q. Salomlari. Ha. Ancha minchasi bor ekanda. Yaxshi. Pribori boshqachami uni? Yo tuning qilinganmi? Ha, nimasiga kraska chachib qo'ygan. Ha, ichiga kraska chachibding. Salom holatlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Rasot qiladigan joyi yo'q. Benzindan kelasi ham. Benzinda yurgan mashinalar yaxshi. Bunisi ham 98. Buni ham baloniga bitta baho berib qo'yasizlar. Oldi holatlari asosiy shaklda tikoda hal qiladigan joylari. Qattiq udallari bir kesib almashgan joylari yo'q-a? Aha. Yaxshi. Orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi. Chiroyli holatda turibdi. Generalni chiqaradi. Dokumentlardan muammosi yo'q. Pulini arzonroq ayting endi. Bog'ni 1300 dan tushib beraman. Aha. Bog'ni 1.5 dan tushib beraman. 1.5 kami bor. Mana Kraska. Ha. Demak, qattiq udari kraska praskalar ham kamroq bo'lgan uchun 1.5. biz bilganimiz, tenshib turib olaveradi. Ha, xo'p bo'ladi.
Variant nasiyalarchi? Iloji boricha naqqa chiqib yetmay qolsa, Iloji boricha naqd pulni arzonroq qilib beraveramiz-da, xudo xolasa. Yaxshi, telefon raqamingizni aytib berasiz. 93lik 417 17 28. 1728 ga telefon qila olamiz. Bu savdo qilganlar bo'lmadimi bular? Yo'q, bugun yomg'ir yog'ar uka. Aha, bugun bozor Endi ancha kelishyapti suv sakrayapti. odamlar. Hop, bo'ladi, telefon qila olamiz.